So'nggi 5 oy ichida Eron tomonidan hujum qilingan fuqarolik obyektlari ro'yxati e'lon qilindi. Bahrayndagi Isroil elchixonasi, Ar-Riyoddagi AQSh diplomatik kvartiralari, Kuvaytdagi AQSh elchixonasi, Dubaydagi AQSh konsulligi, 4 ta ma'lumotlarni qayta ishlash markazlariga hujum uyushtirilgan. Xitoy ilk bor havodan yadroviy zarba berish imkoniyatlarini namoyish qildi. China Daily videoda Xian H-6N strategik bombardimonchi samolyoti ko'rsatilgan. U yadroviy raketalarni olib yurish imkoniyatiga ega. Eron Hormuz bo'g'ozidagi barcha tijorat kemalaridan dengiz xizmatlari uchun 7% tranzit yig'imi joriy etishni rejalashtirmoqda. Bu haqida Naya agentligining Omondagi muzokaralardagi manbasi xabar berdi. Qayd etilishicha, Amerika delegatsiyasi bu stavkani 5% ga tushirishni so'ramoqda. Eron o'z ittifoqchilari Rossiya va Xitoy, shuningdek Fors ko'rfazidagi arab davlatlari orasida yagona istisno bo'lgan Iroq kemalarini to'lovdan to'liq ozod qiladi. Bloomberg: Tramp Erondan Hormuz bo'g'ozini ochish bo'yicha kelishuvga bugun erishishni talab qildi. Isroilning 14-telekanali xabarga ko'ra, AQSh Iroqdagi harbiy obyektlarni Eron chegarasiga yaqinlashtirishni boshladi. Bu harakat mudofaa kamoni maxfiy rejasi doirasida amalga oshirilmoqda. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchi Saddam Husayn BMTning 2 ta rezolyutsiyasini buzgani uchun qatl etilganini, Benyamin Netanyahu esa 75 ta rezolyutsiyani buzsa ham hali hamon tirikligini ta'kidlab, bu holatni ajablanarli deb atadi. Bloomberg: Saudiya Arabistoni Husiylar bilan bog'liq keskinlikni diplomatik yo'l orqali jilovlashga intilmoqda. Xabarda ta'kidlanishicha, Ar-Riyod hozirda Husiylar bilan diplomatik sa'y-harakatlarni davom ettirish yoki harbiy choralarga tayyorgarlik ko'rish o'rtasida tanlov qilmoqda. Ayni paytda AQSh keng ko'lamli mojaro yuzaga kelishi og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. Tramp Erondan kun oxirigacha Hormuz bo'g'ozi bo'yicha kelishuvga erishishni talab qilib, aks holda vayronkor havo zarbalari berishi bilan tahdid qildi. AQSh prezidenti buni Tehron uchun so'nggi imkoniyat deb atadi va Ommon bilan xuddi shunday kelishuvga yaqin soatlar ichida erishilishi kerakligini ma'lum qildi. Men ularga so'nggi imkoniyatni bermoqchiman, dedi Tramp. Eron quruqlikdan bostirib kirilishidan xavotirlanib, Iroq bilan chegarasiga qo'shimcha harbiy kuchlar yubormoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Eron o'zining harbiylari, qurol-yarog' va harbiy texnikasini Iroq chegaradosh hududiga faol ravishda ko'chirishni davom ettirmoqda. Rossiya qurolli kuchlari Kiyevga ballistik raketa va dronlar bilan zarba berdi. Kiyev shahar harbiy ma'muriyatining xabar berishicha, poytaxtning Obolon va Svyatoshin tumanlarida ombor binolari yonmoqda. Mahalliy Telegram kanallarining yozishicha, zarbalar bir necha hududdagi logistika kompaniyalari, savdo markazlari, elektronika do'konlari, savdo-sanoat guruhining omborlariga berilgan. AQSh Kubaga qo'shimcha josuslar yubormoqda. Politico nashri ma'lumotlariga ko'ra, Washington so'nggi oylarda oroldagi razvedka harakatlarini kuchaytirgan. Manbalarning taxmin qilishicha, bu Tramp ma'muriyatining ham maxfiy amaliyotlarga, ham ehtimoliy harbiy ssenariyga tayyorgarligi bo'lishi mumkin.